Menga nimani yoqtirishingni ayt, men senga qayerga borishni aytaman. Agar sevib qolgan bo'lsang, Parijga bor. Agar qirollikni yoqtirsang, Madrid seni kutmoqda. Hashamatni istasang, Dubayga yo'l ol. Ozodlikni sevuvchilardan bo'lsang, Amsterdam sen uchun. Kinoni yoqtirsang, Los Angeles eng to'g'ri tanlov. Tarixga oshno bo'lsang, Rimga bor. Sirli muhit yoqsa, Edinburg aynan sen uchun. Biroz tartibsizlik va hayotiylikni istasang, London. Shirinliklar qalbingga yaqin bo'lsa, Bryussel seni kutmoqda. Isyonkorlik ruhi bo'lsa, Berlin seni o'ziga chorlaydi. Xilma-xillikni istasang, Barselona tamomila sen uchun. Tinchlik yoqsa, Kotorga bor. Modani sevsang, Milan seni hayratga soladi. Ertaklar dunyosini yoqtirsang, Praga sen uchun. Agar hikoyalarni yoqtirsang, Istanbulga bor. Kelajakni orzu qilsang, Singapur seni hayratga soladi. San'atni sevsang, Melbourne senga mos. Agar sohillar sening manziling bo'lsa, Baliga bor. Go'zallikni izlayotgan bo'lsang, Budapesht senga kerak. Va shu yerda yodda tut. Bir donishmand aytgan, dunyo bu kitob, sayohat qilmaydigan esa uning faqatgina bir sahifasini o'qiydi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting.